Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Istanbulga sayohat videosini olamiz. Bizda hozir soat Istanbulda 16:00. Nimaga bunaqangi kech boshlayapman? Chunki bilasizlar, hozir havo issiq. O'zbekistonda ham juda ham issiq. Faqat O'zbekistonda emas, Istanbulda ham shunaqangi issiq. Bugun aylanadigan joyimiz Sultonahmet, Aya Sofiya, Gulxane, dengiz yoni va Galata kulesi. Galata kulesidan keyin kemada Qiz kulesi tomon ketamiz. Bitta narsani aytib qo'yasan, men videodan oldin men bundan oldin hech video olmaganman. O'shaning uchun kamchiliklar bo'lsa, albatta keyingi videolardan tuzatib ketamiz. Qanaqangi kamchiliklar yoki takliflar bo'lsa, bemalol kommentga yozib qo'yishlar mumkin. Hozir biz endi chiqamiz uydan. Tamam, hozir mana kiyinib mahallaga chiqib oldim, ya'ni pastga. Istanbul ko'chasi shunaqangi, mana bu mahalla g'aybi. Istanbul ko'chasi shunaqa, tepaga pastga bo'ladi. Men bu uylarda bittasida yashayman. Misol uchun shu tepaga chiqamiz. Lekin mashinasi juda ham go'zal. Mashinalar yerda yaxshigina mashina haydashadi. Ya'ni yaxshi. Mana biz mahalladan statsiyaga keldik. Endi biz hozir Sultonahmet tomon ketamiz. Sizlarga bitta narsani aytib qo'yaman, nima bo'ldi? Bu videodagi qo'limdagi narsa Istanbul karta va biz bu bilan hamma narsaga to'liqsiz bo'ladi. Asosan Istanbulda va Istanbulga kelganlar va shetda yashaydiganlar o'zi biladi. Bu bilan xullas biz hamma narsa qila olamiz, lekin ko'p joyga Istanbulda naqd o'tmaydi va hozir hisobini to'laymiz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. 200 TL soramiz ve bana bu joyga. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Çok solindi. Endi biz Sultonahmet tomon ketamiz. Sultonahmetga ham kelib oldim. O'zi uyimizdan bunaqangi uzoqda emas bu Sultonahmet. Bo'lsa 2-3 minutlik yo'l bo'ladi. Hozir Sultonahmetga ham kelib oldim. Videolarda albatta qo'yib ketaman. Odam juda ham ko'p Istanbulda, hamma davlatdan odam topsalar bo'ladi. Men bu Aya Sofiya, lekin hozir ustida ishlayapti ekan. Hozir o'shaning uchun biz bu tomonga o'tmaymiz, lekin Sultonahmet bu tomonda. Hozir yaxshi videoni qo'yib ketaman. Hasretimden gece gündüz ağlar yüreğim. Aşkım benim meleğim. Söyle sensiz neylerim. Görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim. Sevinçle her zaman birlikte. Ma'lumot sifatida aytib ketaman. Sultonahmet bilan Aya Sofiyaning o'rtasida uzoq emas. O'zi Sultonahmet bu bo'lsa, bu tomonda Aya Sofiya. Va videoda men Aya Sofiya tomonga o'tmayman deb aytgandim, lekin o'tdim. Bundan oldin hech kelmagandim Aya Sofiya ichiga. Lekin keldim. Xullas, musulmon bo'lmagan odamlarga, ya'ni ibodat qilmaydigan odamlar uchun pulli ekan. Ibodatga desangiz bepul kelishingiz mumkin ekan Aya Sofiya masjidiga. Shunaqa. Nech pulligini lekin bilmadim. Ya'ni ibodat qilmaydigan odamlarga nech pulligini bilmadim, lekin ibodatga deb aytadigan bo'lsangiz bepul ekan kelish.
Hagia Sofiya ibodatxonasi Vizantiya imperatori Konstantin II tomonidan 360 yilda bunyod etilgan cherkov. Hagia Sofiyaning to'liq nomi Avliyo Sofiya ibodatxonasi. Ibodatxonaning hozirgi binosi esa Vizantiya imperatori Yustinian I-ning buyrug'iga ko'ra 532-537 yillarda barpo etilgan. Ibodatxona uzunligi 77 metr, gumbaz diametri 31,5 metr, gumbaz 4 ustunga hamda ravoqlarga tayangan. Gumbaz asosiga 40 ta deraza ishlangan. Rangli marmar bilan serhasham bezatilgan. 6-asrda vayron bo'lgan gumbazi 1374-yilda kichik hajmda qayta tiklangan. Ibodatxonaning qurilishi 5 yil 10 oy davom etgan. Unda 10 mingdan ortiq quruvchi mehnat qilgan. Ibodatxona tarixchilar tomonidan o'sha davrning eng katta binosi sifatida Hop, hozir Hagia Sofiyadan ham chiqdik. Sultonahmetda ham videoga oldim. Endi keyingi manzil Gulxane. Gulxane bu bog'. Uni ham hozir videosini olib qo'yaman. Endi shu manzil Gulxane. Bilamizki, Istanbulda asosan simit sotiladi. Hozir biz ham simit olamiz. Simit kaç TL? 25 TL ekan simit. Ve hozir bitta suv va bitta simit oldik. Bu Gulxane degani. Biz mana bitta ya'ni Gulxaneni boshidan bitta suv, bitta simit oldik. Endi buni yeymiz. Gulxanada ham juda ham odam ko'p. Asosan bitta ham chet elliklar. Juda ham ko'p. Gulxane o'zi ismi bilan o'zi shunaqa, Gulxane, ya'ni gulxona. Gul ko'p bu yerda, yashillik asosan, bog' shunaqa. Hozir keyingi lokatsiyamiz shu Galata tomon bo'ladi. Galata tomonga ketaman. Yonimda bitta dengiz bor, ana o'sha yerga bitta o'tib, keyin shu Galata tomonga ketaman. Shunday mana Gulxonadan chiqsak, mana bu yerda dengiz bor. Aytsa flag. Ve bu tomonimiz Gulxona. Gulxonadan chiqqanimizda o'zi shunaqangi joyga kelamiz. Mana dengiz. Hozir o'sha tomonga ketamiz. Yo'ldan ham o'tib oldik. Dengiz tomonga kelyapmiz. Doim o'sha aytgan gapim, simit doim bu yerda sotiladi. Qadamingizda simit topsangiz bo'ladi. Ya'ni İstanbul go'zal. Doimgidek go'zal İstanbul. Şu kema haqida aytadigan bo'lsak, ma'lumot sifatida bu kemalar doim o'sha yerda bo'lmaydi. Ba'zi kuni keladi. Bu xullas davlatlar o'rtasida kema bo'ladi. Shunaqangi pulini to'lasangiz, davlatlar o'rtasida sayohat qiladigan kema bo'ladi. Doimgidek eventlar gavjum bo'ladi odamga, odam juda ham ko'p. Got lost in your eyes. I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you believe it now? I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now?
Va men dengizdan chiqib, bitta Galata tomonga yo'l olganman. Keyingi bekat Galata kulesi. Va biz Galata kulesiga keldik. Galata kulesining yonida doimo odam ko'p bo'ladi. Başta hamma davlatdan odam bo'ladi debdi. Ya'ni bu kinoni ham juda ham ko'p odam biladi. Men shu kino olingan joy, ya'ni mana shu Nisani uyiga kelganman, shu Galatani yonida. Sizlar kelsangiz shayka kelishini maslahat qilaman. Va bo'ldi, biz Galatadan ham o'tdik, Galatani ham aylandik. Endi keyingi bekatimiz Kiz kulesi bo'ladi. Kiz kulesi bilamiz Osiyo tomonda. Biz Osiyo tomonga o'tish uchun kemaga minamiz. Hozir kemaga ketyapman. Biz kemamizga chiqish uchun ketyapmiz. O'sha bizga 19 ga kemaga shunaqangi joylardan chiqiladi. Önemi yok zaten derdin karanlıkta. Belki hiç duymadım, belki de takmadım. Bilmem, bilmem. Konuşmalar faydasız, sanki susmadık mı anlamsız. Susmam, kendimi üzmem. Peki sen de mi elime daldın? En son ben de uyandım artık o düşlerinden. Sen de mi elime daldın? En son ben de uyandım artık o düşlerinden. Sonunda buradayız yapayalnız kendi başınıza. Çok iyi hissederek hiç olmadık aynı şey bulduk karşınıza. Ki sen de mi elime daldın? En son ben de uyandım. Va men bu yerda kemadan tushganman va Kiz kulesi tomoniga ketyapman. Kiz kulesi bizga hozir masjiddan juda ham yaqin. En son ben de uyandım artık o düşlerimden. Va bilamizki Istanbulda qadamimizda mushuk chiqadi va men ham bittasi bilan o'ynab keyin yo'lga tushdim. Va nihoyat so'nggi lokatsiyamiz bo'lgan Kiz kulesiga ham yetib keldim. Bilamizki İstanbulda şu soat 8dan keyin o'sha bu yerda hayot qaynaydi. Odam juda ham ko'payib ketadi ko'chada. Xullas hayot qaynaydi 8dan keyin. İstanbul shunaqa. Shu sayohat bahona o'zimga ham hikoyaga joylash uchun videolar yasab oldim. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum hazan geceleri, karışamadım bu son gidişine. Ay balam, gül balam, ağlatma yeter yeter.
kunimiz bitdi. Aylanadigan hamma joyda aylanib chiqdik. O'sha aslida Istanbulda unaqangi ko'p vaqt aylanishga ketkazish, xato yo'q. Lekin aylanadigan asosiy joylar juda ham yaqin. Hammasi shu 5-6 soatda bemalol hamma joyda aylanib chiqsa bo'ladi Istanbulda. Lekin bu degani aylanadigan joy tugab qoldi degani emas. Aslida juda ham ko'p Istanbulda. Lekin men hamma olib chiqadigan asosiy aylanadigan joylarni hamma joyini aylanib chiqdim va videoga oldim. Bu videoda o'sha hammasi bor. Kanal yoqib qolgan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, like va obunani bosib qo'ying. Shu bosishlar sababli keyingi video chiqishi ham tez bo'ladi va sifatli kontent bundan keyin albatta o'sha bosishing sababli chiqishi mumkin. Sifatli kontent. Bilaman, men chet elda yashashni afzal tomonlar bor ko'pincha. Lekin yomon tomoni ham bor. Yomon tomondan eng asosiysi bu uyni sog'inish bo'ladi. Men masalan uyimni, ota-onamni juda ham sog'inganman, chunki bunaqangi uzoq joyga o'zim ketmaganligim sababli uyimni va ota-onamni juda ham sog'inaman. O'shaning uchun chet elda yashashda ham bitta yaxshi, bitta yomon tomoni bor. Shuni bilib olinglar. Hamma sog' salomat bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha.